Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Bugun sizlar bilan juda muhim bir mavzu haqida suhbatlashmoqchiman. Yangi yil bayrami arafasida farzandlarimizga berayotgan tushunchalarimizga e'tibor qaratishimiz lozim. Bu ularning kelajakdagi dunyoqarashiga bevosita ta'sir qiladi. Afsuski, ba'zi oilalarda qorbobo, qorqiz va archa kabi ramzlar haddan tashqari ulug'lanmoqda. Hatto bu narsalarni Alloh taolo darajasiga ko'tarib yuborayotgan holatlar ham uchramoqda. Bu esa farzandlarimizning aqidasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Biz farzandlarimizga islom dinining go'zalligini, Allohning yagonaligini to'g'ri tushuntirishimiz shart. Ularning qalbiga Allohga bo'lgan muhabbatni, dinimizga bo'lgan hurmatni singdirishimiz kerak. Boshqa narsalarni Allohdan ustun qo'yishga yo'l qo'ymaylik. Kelajakda farzandlarimizning islomga bo'lgan muhabbatini boshqa narsalar soyasida qoldirmaylik. Ularga to'g'ri yo'nalish berib, aqidalarini mustahkamlaylik. Bu bizning ota-ona sifatidagi eng katta mas'uliyatimizdir. Farzandlarimizni Allohning buyukligini anglab yetadigan qilib tarbiyalaylik. E'tiboringiz uchun rahmat.